Hürmetlik vatandaşım, meni keçiringlar sizlarni top-to'g'ri 15 kun saqlatib qo'ydim. Mushu vaqt ichida sizlarning vaqtinglarni isrof qildim. Mening uchun buni kechiringlar, men 15 kun boshqa bir davlat ziyoratda sayohatda bo'lib qoldim. Bugun qaytib keldim. Endi vatandoshlar bilan leksiya so'zlash orqali davomli uchrashib turamiz. Sizlarga salomatlik tilayman. Har ishlaringizga, chog'laringizga baxt va omonlik tilayman vatandoshlarım. Bugün söyleyeceğimiz leksiyamiz Prezident Obama Jungo'dan ayrılıpla Janubi dengiz to'g'risida mundaq so'zladi. Mavzuli xabar 9-oyning 6-kuni Vanmitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika xalqaro qonun nizomlar ostida Janubi dengiz va Sharqiy dengizda davomli mavjud bo'lib turdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Jungo'dan endi ayrılıpla Laos davlatiga ziyoratga berib, jiddiy holda yuqoriqadek ko'rsatdi. Jungo sahibxonligida 20 davlat guruhining yig'ini endi oxirlashganda Laosning Vanshan shahri bir qatamliq xalqaro yig'in Sharqiy Osiyo yuqori darajaliklar yig'ini chaqirdi. Yig'in ochilmay turib, Amerika Laosga yaxshi pozitsiya qo'llandi. Amerika Jungo ikki davlat Sharqiy Janubiy Osiyo rayonida yurgan holda ta'sir doir makonini talashish ko'rishini boshlab etdi. Deyildi xabarda. Singapur dengiz bo'g'ozi gazeti 9-oyning 6-kuni munda xabar qildi. Eng oxirgi qatam Oqsaroy Osiyo ziyoratida kechiringlar Osiyo ziyoratida bo'lib o'tgan prezident Obama va Vanshan'da nutq so'zlab mundaq ko'rsatdi. Men Oqsaroydan ayrilgandan keyinmi Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyo ishlariga aktiv aralashish ishlarini o'zgartmaydi. Diqqat vatandaşım, Prezident Obama vazife o'tash muddati to'shib, Oqsaroydan ayrilgandan keyinmi Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okean ishlariga aralashish siyosati ishlari o'zgarmaydi. Amerikaning Osiyoning ishlariga aralashishining darajasi o'tmishdagi bir qancha 10 yildan texmi yuqori bo'ladi. Belki Osiyo Tinch okean rayoni kelgusida texmi muhim rayon bo'lib qoladi. Diqqat vatandaşım. Amerikaning Osiyoning ishlariga aralashishining darajasi o'tmishdagi bir qancha 10 yildan texmi yuqori bo'ladi. Belki Osiyo Tinch okean rayoni kelgusida texmi muhim rayon bo'lib qoladi. Hurmatli Amerikaning hurmatli siyosiy yo'llari. Menimcha vaqt yetib keldi. Jahon o'zgaryapti. Davlatlar o'rtasidagi munosabatlar keskin yiriklik bilan o'zgaryapti. Shunga bundaq o'zgarish dunyoga g'oyat zo'r bir o'zgarish elib kelmay qolmaydi. Shunga Amerikaning siyosiy yo'llari Osiyo Tinch okean ishlariga aralashishning qadamini tiziltiradigan mushundaq bir paytda Sharqiy Turkiston Uyg'uriston masalasi ko'ngil bo'lishni darajama yuqori ko'tarishni umid qilamiz. Biz Amerikaning siyosiy yo'llariga mushu jumlalar bilan shundaq murojaat qilamiz. Kelgusida Osiyo Tinch okean rayoni kelgusida texmi muhim rayon bo'lib qoladi. Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'uriston bu Osiyo va Tinch okean rayonidagi shuning markazi o'rta Osiyodagi bir qadimiy davlatdir. Ya'ni bizning nazarimizda Xitoyning mustamlikasidir. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Yuqoriqilar bizning tahlilimizmi, afandilar, to'g'ri tushuninglar, ha? Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Endi Prezident Obamaning so'ziga keldik. Amerikaning Osiyo Tinch okean ishlariga aralashish qiziqishi bu yangi ish emas. Yoki birdamlik qizg'inlikmi emas. Aralashish Amerikaning negizlik davlat manfaatini aks ettirdi. To'g'ri, bu bir tarixdan, bu bir abzas, bir tarixdan xulosa chiqargan gap. Shundaq, Amerika Osiyo Tinch okean ishlariga bugunla aralashyotgani yo'q. Masalan, boshqani qo'yib turaylik, 20-asrning 40-yillarida 35-yildan boshlab deylik, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Osiyo Tinch okean ishlariga aralashdi. Osiyo
Asiya işleriga aralashdi. Şu Asiya işleriga aralashish, masalan, cho'ng davlatning aralashishi, Rossiyaning Iroq Sharq ishlariga aralashishi, Jungoning Iroq Sharqda inqilob bilan paydo bo'lishi, masalan, Jungoning ichki urushi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaponiya sababli Asiya Tinch okean rayoniga kirib kelishi natijasida 1940-yillardan boshlab 45-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida o'zib aytamizki, bizning Uyg'uriston, ya'ni Sharq Turkistonning masalasi bu shu vaqtga Asiya ishlarining bir qismi edi. Shu vaqtga Asiya Tinch okean strategiyasining bir qismi edi. Shu vaqtga Yaponiyani mag'lub qilishning, urushning g'alabasini qo'lga keltirishning bir qismi edi. Şuna bugünkü günde Prezident Obama aytdi ki Asiya Tinch okean ishlariga Amerikanın aralashishi davomlashadi. Buningdan texmi gavdilik bo'ladi, texmi muhim bo'ladi deydi. Biz Prezident Obamani bu so'zlarini qarshi olamiz. Prezident Obama Asiya Tinch okean davlatlariga va'da berib, vaziyat qandoq bo'lishidan qat'iy nazar sizlar Amerikaga ishonsanglar bo'ladi. Xuddi shundoq Asiya Tinch okean rayonidagi davlatlar, masalan, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari emas, ayni vaqtda tarixda davlati munqariz qilingan, aloq qilingan yoki Xitoyga qo'shib berilgan Uyg'uriston, Sharq Turkistondagi davlat xalqlarimi biz Amerikaga ishonamiz. Shunga Amerikaga ishonganligimiz uchun biz Amerikaga kelib da'voyimizni ochdik. Faoliyatimizni boshladik. Amerika Kongresi xat orqali tinch yo'l bilan hal qilishning choralarini yetkazdik. Biz oxiri qandoq bo'ldi? Endi biz kutib turmiz. Kishilik huquq faoliyatlari oxirlashiga vaqt keldi. Xitoy bunga javob qaytarish kerak edi. Masalan, Tibetga javob qaytarish kerak edi. Uyg'uriston, Sharq Turkistondagi aholining talab arzulariga, siyosiy talablariga javob qaytarish kerak edi. Xitoy hukumatı bu javobni qaytarmadi. Biroq biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo va Tinch okean rayonida davomli mavjud bo'lib turishini, Osiyo Tinch okean siyosatining, Osiyo Tinch okean ishlariga Amerika Qo'shma Shtatlarining aralashishini ko'zimiz bilan kutamiz va qo'llaymiz. Amerikaning sizlarning baxatarliginglar to'g'risida bergan va'dasi va mas'uliyati hargiz quruq va'daga aylanib qolmaydi. Prezident shunday ko'rsatdi. Osiyo xalqlariga, Osiyo allar xalqlariga Amerikaning bergan va'dasi hargiz quruq va'daga aylanib qolmaydi. Amerika xalqaro nizomnomalar asosida Janubiy dengizda qatnash erkinligini va havo qatnash erkinligini saqlaydi va davomlashtirdi. Prezident Obama ziyorat qabul qilganda Janubiy dengizining jiddiy vaziyati to'g'risida to'xtalib, Jungo mas'uliyatchan bo'lishi lozim. Aciz davlatlar bilan talash tartish qilganda kuch ko'rsatmasligi, xalqaro qoida nizomlarga bo'ysunishi lozim deb ko'rsatdi.